Mana bitta Frankfurtdan kelgan mehmonlarimiz bor ekan. Ikkita Frankfurtdan kelgan. Hali o'zi nima haqida gaplashyapsizlar sizlar hozir? Umumiy mavzuda universitet mavzusida keyin krankenkasse haqida. Krankenversicherunlar haqida. Qancha to'lanadi? Solishtiryapmiz. Qaysi arzon, qaysi ma'qul? Ana dolzarb mavzulardan biri bo'ladi. Hali bo'lmasa alohida balkim intervyu ham qilamiz. Boshqalarga bir foydasi tegadigan mavzularda gapirlashib, xudo xolasa. Germaniyaga keladiganlar yoki kelib bo'lib muammosi borlar haqida. Ularni bilmayman nima haqida gaplashyapti ekan. Nima haqida gaplashyapsizlar sizlar? hayot, ish. Tajriba almashyapmiz. Siz kim bo'lib ishlaysiz? O'qituvchi? O'zbekistondan kelib Germaniyada o'qituvchi bo'lib ishlaysizmi? Yaxshi-ku. Gaplashaveringlar, men faqat shu razvedka qilib yuribman xolos, nima haqida gaplashyapti deb. Bizning mehmon Shavkat akasi Andijondan, xudo xolasa, u orqada odamni ko'p taniysizlar, tog'larda yurib, tog'da ham osh pishirgan, shashlik pishirgan ashi bola bo'ladi. Farg'onadan. Nima haqida gaplashyapsizlar sizlar o'zi? Tanishuv. Ha, sizlar birinchi marta ko'rishyapsizlar. Bu yerda mana O'zbekistondan mehmonlarimiz kelgan, amaki Humoyunni dadalari Germaniya yoqyaptimi amaki sizga? Ajoyib, yoqdi. Bu yerda yashayotgan o'zbeklar haqida qanaqa tasavvurga ega bo'ldingiz? Tasavvurim juda yaxshi. Mana ko'rib turibman, bir-birlaringga mehrlaring yaxshi ekan. Allohim hamisha shunday bo'lsin. Ilohim. Undan keyin ham ko'payinglar, hech qachon kamaymanglar. Bola chaqalaring vaqtiga sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Lekin meni bir tomoni vatanni unutmanglar. Ilohim, vatanni unutmaymiz. Mana o'shaning uchun birga mana bunday qilib to'planishib, hammalarimiz eng kami oyda bir marta harakat qilamiz mana shunday to'planishga. Hamisha shunday. Bayramlarni ham birga nishonlaymiz. Inshaalloh.